Xitoyning ichki yig'inida chet ellik muxbirlar Xinjiang qurultay vakillaridan lager to'g'risida savol so'raganda xizmatchilarning qattiq cheklishiga uchirgan hamda muxbirlik ziyorat kiniskasini majburiy tatib olib, yig'in maydonidan to'g'lab chiqargan. 12 mart kuni Xinjiangning riyosatchiligida Xinjiang vakillar o'migi uchun yig'in ochdi va 100 dan ortiq Xitoy ham chet ellik muxbirlar qatnashdi. Hong Kong Alma gazetining xabarida bu qatimliq muxbir kutilish yig'inida boshdan oxir Xitoy muxbirlari oldin o'rlashtirilgan savollarni so'rgan. Oxirda faqat Angliya muxbiri qayta tarbiyalash markazida turishli kishilarning sonini so'raganda Rais Shuhrat Zakir so'ralgan savolga aniq javob bermay, ya'ni Xinjiangda qayta tarbiyalash markazi yoki lagerning yo'qligi, shundaqla muqimlikni qo'g'dash, radikallikqa qarshi turish engini o'stirish, kasbiy texnik tarbiyalash markazi ekanligini, kursantlarning xuddi yotoqli maktabda yetib qo'yqandek o'qib, hatto oxirida uylariga qaytib ketadiganligini, qaysi vaqtda Xinjiangning bu xil tarbiyalash ehtiyoji qolmaganda tadrijiy amaldan qoldiradiganligini bildirgan. Muxbirlarni kutib olish yig'ini uzunga bormay tezla oxirlashtirilgan bo'lib, chet ellik muxbirlarning yana savol so'rashiga fursat bermagan. Shundaqdimi izbesib ziyorat qiluvchilarga qattiq muomala bilan to'sqan hamda ziyorat kiniskasini tatib olib, majburiy qo'g'lab chiqargan. Xabarda yana mazkur o'makning boshqa o'maklarga o'xshamasligi ta'kidlanib, yig'inga qatnashgan 58 nafar vakilning oldida kimlik taxtisi bo'lmaganlikdan muxbirlar vakillarning salohiyatini bilinmay, to'g'ri savol so'rashga ta'sir ko'rsatganligini bildirgan. Sekseninci yıllardan buyon Qozog'iston, shundaqla O'rta Osiyoning Qirg'iziston, O'zbekiston Cumhuriyatlari hamda Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahridagi Uyg'ur rassomlari o'z ijodiyatlari bilan Uyg'ur tasviri san'atining rivojlanishiga asosli to'kib qo'shib kelmoqda. Ular dunyoning har qaysi joylarida o'zlarining yakka ko'rgazmalarini uyushtirib, Uyg'ur milliy tasviri san'atini boshqa xalqlarga keng ko'lamda tanishtirmoqda. Ana shularning biri Qozog'istondagi rassomlarning peshqadam vakillaridan Abdukerim Aysoning yakka ko'rgazmasi Olmatodagi Qastiyib nomidagi mamlakatlik san'at muzeyida ochildi. Yo'lvoz xattotligi deb atalgan mazkur ko'rgazma Abdukerim Ayso tug'ilganligining 70 yilligiga bag'ishlangan bo'lib, uningda rassomning har xil yillarda sizgan 60 dan ortiq asarlar qo'yilgan. Ko'rgazmaga ziyolilar, rassomlar, yurt jamoatchilik va yoshlar qatnashgan. Qozog'iston va Uyg'ur tasviri san'atida Abdukerim Ayso yo'lvoz xattotligi deb atalgan san'at yo'linishining avtori sifatida tanilgan. Bu alayda ishlab chiqargan baddiy uslub bo'lib, Sharqning qadimiy obraz simvoli bilan zamonaviy ifodalashning yorqin ko'rinishini birlashtirdi ekan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi o'zining 13 mart kuni yillik kishilik huquq dokladini e'lon qilib, Xitoy hukumatining o'tgan yili Sharqi Turkistonda Uyg'ur, Qozoq musulmon millatlarini keng ko'lamli tutqun qilishni kuchaytirganligi, uning yig'ilish lagerlarini qurib qamishi, ularning diniy va madaniyat kimligini yo'qotishni maqsad qilganligi bildirilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrining dokladida Xitoyni o'z ichiga olgan dunyodagi 200 dak davlat va rayonning o'tgan 1 yillik kishilik huquq vaziyati yoritib berilgan. Uyg'urlarning navbatdagi kishilik huquq vaziyati atrofli bayon qilingan. Hozir qadar Uyg'ur vaziyati eng atrofli yoritib berilgan yillik doklad bo'lib, Xitoy kommunistlari Sharqi Turkistondagi lagerlarni terrorlik, asabiylik, bo'lginchilikka qarshi zaruriyat deb ta'kidlasimi, ammo kishilik huquq tashkilotlari, xalqaro taratqular va sobiq tutqunlarning bu lagerlarda bexatarlik xodimlarining tutqunlarni xo'rlaganligi, tan jazosi berganligi va tibbiy tajriba olib berish, ishga a'zolarini elish hamda o'ltirganlarini ma'lum qilganligi ta'kidlangan. Doklad yana 2018-yili Sharqi Turkistondagi necha millionlagan kishilarning qatorida ilmiy xodimlar va ziyolilarning tutqun qilinib, yig'ilish lagerlarida g'oyib bo'lganligi va o'lganligi, chet eldagi Uyg'ur jurnalistlarning oila tabobatlarining parakandichilik uchirganligi, Uyg'urlarning pasporti yig'ilinib, sayohat qilishi, hajga berishi, musulmon davlatlarni ziyorat qilishi va g'arb ellarda ilmiy ziyoratlarda bo'lishi cheklanganligi bildirilgan. Xitoy kommunistlarining Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon millatlarni tutqun qilishi nurg'un bolalarning qarinchiqsiz qilishini keltirib chiqargan. Ularning ichidagi nurg'un bolalarni boshqa oilalar beqib olishni xohlasimi, lekin hukumat tutqunlarning farzandlarini yetimxona, yotoqlik maktab
yoki paravanlik markazlariga o'rinlashtirib, bu o'rinlarda ularni Xitoylarning shuarlarini to'lashga, Xitoy o'rtoq tilini o'rganishga va ota-onalarining diniy e'tiqodiga doir savollarga javob berishga majburlagan deyilgan. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning o'tgan yili kishilik huquqni dafsanda qilishda boshqa davlatlarni besib tushganligini bildirdi. U bu so'zlarni 13-mart kuni Amerika tashqi ishlar ministrligining 2018-yillik kishilik huquq dokladini e'lon qilish mas'uliyati bilan o'tkazilgan axborot yig'inida ta'kidlagan. Mike Pompeo Xitoyga kelsak, kishilik huquqqa xiloflik qilishda u o'zining qatoridagi davlatlarni besib tushdi. Xitoy 2017-yili musulmon millatlarni tutqun qilishni kuchaytirib, yuqori pallaga yetdi. Bugungi kunda 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlar ularning diniy va madaniyat kimligini yo'qotib tashlashni maqsad qilgan qayta tarbiyalash lagerlarida yotmoqda. Shundaqla hukumat yana xristianlar, Tibetlar va hukumat bilan farqli qarashdagi har qanday kishini yoki hukumatni o'zgartirish tarafdori va yoki ularni qo'llagan har qanday kishini jazolashni kuchaytirib keldi degan. 14 mart Beijing vaqti soat 13:26 o'tganda Xubey Tangsanlik bir boshlang'ich maktab yanada o'quvchilarga tuyuqsiz hujum qilib, pichoq bilan qalaymaqon chanab, 10 dan ortiq o'quvchilarni og'ir yaralangan o'quvchilar doktorxonalarga olib jiddiy qutqizilmoqda ekan. Yerlik hukumat qonun organlari mazkur voqeani sodir qilgan jinoyatchini tutqun qilgandan boshqa hech qanday ma'lumot bermagan. Lekin naq maydondagi ko'rguvchilarning bildirishicha, delo sodir qiluvchi o'quvchilarning bo'yin bosh qismidan boshqa yerlarini zaxmlantirgan ekan.